Demak, davom etamiz. 16-savol. Герой нашего времениdan savol tushgan ekan. Demak, kim haqida gap ketyapti? Eng yaxshi misol mana shu yerda qarang. Bu savol haqida ko'p beradi, shuning uchun kalitlarni aytib ketaman. Mana bu misol. Skeptik, pessimist degan narsa eslab qoling. Chunki butun literatura o'qib chiqadigan bo'lsangiz, hech qaysi qahramonga bunaqa ta'rif berilmagan. Ham skeptik, ham pessimist. Va bitta ajoyib kalit aytib ketaman, siz uchun bu life hack bo'lsin. Skeptik va pessimist bu ilmiy so'zlar variantda ilmiy so'zga oid bo'lgan bittagina joy turibdi, ya'ni bittagina so'z turibdi, u ham bo'lsa doktor. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Tushundingizmi? Skeptik va pessimist demak bu sizda ilmiy so'z, shuning uchun ilm fan bilan shug'ullanadigan qahramonimiz doktor deb belgilab qo'yamiz. Doktor bo'lganligi uchun emas. Кегес 17. Укажите предложение сооднородного членов соединенными разделительным союзом. Belgilaymiz. Demak, biz bu topishimiz kerak ekan разделительный союз. Avvalda boshlaymiz. Avvalda ketma-ket i ketgan ekan, bu соединительный союз. B variantda A soyuzi berilgan ekan, bu bizda противительный союз. Ani belgilab olamiz. A variantdagilarda соединительный deb aytdik. Endi C variantda to berilgan ekan, bu bizda разделительный союз. Va keyin D variantga o'tadigan bo'lsam, в окно лилось зимнее. Однако bor ekan, однако bu bizda противительный союз. Demak, o'zini ko'rib turibki, shunda to'g'ri javobimiz разделительный bo'lsin degan edi. Разделительный so'z bu C variant. Keyingi o'tamiz. 18-savol. Перу какого поэта принадлежат стихотворения «Русская песня», «Армия», «Старый бухгалтер», «Первая машинистка». Albatta buni ro'yxatini yana ham cho'zib ketaversak bo'ladi. Masalan, birinchi DTMda ham bor edi, ikkinchi DTMda ham bor edi. Sizga bitta kalcha beraman. Хотят ли русские войны? Tushundingizmi? Bu bizda Евтушенко bo'ladi. Keyin укажите слово, образованное приставочным способом. Demak, приставка bilan yasalgan so'z topishimiz kerak ekan. A variantda дорожка e'tibor beramiz. Bu darogadan yasalgan. Darogaga men kni qo'shdim. Shuning uchun bu suffiksalniy способ. B variantda подоконникda men окно so'ziga pod pristavkasi va nik suffiksini qo'shdim. Natijada bu приставочно, mana marhamat, приставочно suffiksalniy способ bo'ladi. C variantda лесной-da so'zidan yasalgan. Les so'zidan nimaga e'tibor beramiz? Bu yerda ne suffiksi bor. Bu o'z o'rnidan suffiksalniy способ. Podstansiya. Demak, bu yerda stansiyaga pod pristavka qo'shaman. Demak, o'zini ko'rib turibdiki, bu приставочный способ. Va o'z o'rnidan ko'rib turibdiki, bu yerda to'g'ri javobimiz D variant. 20. Укажите троп, представленный в стихотворении «Маскарад». Demak, maskарад haqida gap ketyapti. Siz bu yerda trop, ya'ni qaysi she'riy san'at ekanini ko'rsatishingiz kerak. She'riy san'at, demak, в глухих коридорах и в залах пустынных сегодня собрались веселые маски. Mana bizdagi qissa, mana shu веселые, mana собрались веселые маски. Mana shu qism bizda bo'ladi. Demak, собрались веселые маски. Keling bir boshdan olib ketamiz. A varianti sinekdoha, ya'ni bu qismdan butundan qism. Ya'ni so'rab aytilgan bo'lsa, masalan aytilgan bo'lsa, qarang. Tirnoqazorda tirnoq orqali siz butun bir badan, aniqrog'i butun bir boshli tanani tushunyapsiz-ku, ana shu narsa misol keltirilyapti. Sinekdoha, demak, ona tilida sinekdoha bilan bir xil, qism orqali butun orqali qismni tushunib olish. Xo'p, demak, bu yerda hech qanaqa sinekdoha mavjud emas. Keyin bir sizga to'g'ri javob ketaman. Bu yerda metafora bor. Metafora. Ya'ni собрались веселые маски. Веселые маски degan bu quvnoq maskalar yig'ildi. Ya'ni quvnoq maska taqqan odamlar. Tushundingizmi? So'z yutib yuborishi. Ana shu holat bizda metafora deyiladi. To'g'ri javobimiz C variant. Кенниса. Название какой сивотворной формы в переводе с арабского обозначает любовные речи, нежная беседа с возлюбленной. Demak, sevimli yoring bilan dildan suhbat deb tarjima qilinadigan jumla bu gazel, ya'ni g'azaldir.
Кенис 25. В каком предложении в слове вместо точек нужно поставить А? Demek qaysi variantda A qo'yishimiz kerak ekan? A variantdan boshladik. A variantda. Zarya leniva. Demak, bu yerda e'tibor beramiz. Zarya. Bu yerda to'g'ri. A qo'yaman. Faqat nima uchun? Chunki udareniya yaga tushgan. Tushundingiz? Yoki B variantga o'tamiz. B variantda теперь я узнал дорогу и предложил. Предложила, demak bu yerda O yoziladi. Nima uchun? Chunki laglosh qoidasi. Laglosh qoidasida lag bo'lsa O, losh bo'lsa lag bo'lsa A, losh bo'lsa O. Zaryada yana o'sha holat. Zarzor ko'riniga ko'ra ko'ringa udariya tushmagan A, agar ko'ringa udariya tushganda O bo'lar edi. Keyingisi S varianti. Перед вами явилось творение. Demak, bu yerda tvor ko'rini haqida gap ketyapti. Tvor ko'riniga ko'ra tворение mana bizdagi udarение ko'rinda yo'q. Shuning uchun bu yerda O yoziladi. Keyingisi просторный выгоревший deb o'ylamiz. Juda ko'pchilik qiladigan yana bitta talaffuzdan biri выгоревший deydi, kimdir esa выгоревший deydi. Xo'p, ikkala holatda ham talaffuz qilganingiz bilan baribir ko'ringda udariya tushmagan, shuning uchun nima yozilar ekan? O. Yuzaman gargorda ko'rinda udareniya bo'lmasa O, tvor ko'rinda udareniya bo'lmasa O, zarzorda ko'rinda udareniya bo'lmasa A. Bir mavzu takrorlab oling, bu чередующиеся гласные в корне слова. Ana shu mavzudan. Agar sizda bu чередующий bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, sizdan so'rab qo'ygan bo'lardim. Kommentda yozib qoling. Keyingisi 23. Господа Головлёвы bo'yicha savol keldi. Demak, господа Головлёвы по данному описанию. Ya'ni qarangda, qahramonga juda zo'r ta'rif beriladi. Qahramonda ta'rif berayotgan paytda ketma-ket bitta jumla aytiladi. Пастылой. Mana belgilayman. Demak, qarang. Jumlalar boshlaymiz. Пастылой, которая родила его пастылым, скормила пастылым, выпустила пастылым на все 4 стороны и теперь пастылова. Ko'ringiz, ketma-ket pastloy ta'rif beradigan qahramon emas. Ana shu ta'rif kuchli qahramon bu Stepan bo'ladi. B variant. Keyingisi o'tamiz 4-chi savol. Укажите предложение, в котором частица не bo'yicha savol ketyapti. Частица не входит в состав устойчивого сочетания. Demak, устойчивое сочетание kiradigan topishimiz kerak ekan. Устойчивое сочетание kiradigani, demak, to'g'ri javob ketaman, bu bizda A variantda. Mana o'sha устойчивое сочетание, ya'ni o'sha fraza va что бы ни стало. B variantda ni на минуту bu bizda устойчивое сочетание emas. Ни одного bu ham устойчивое сочетание emas va D variantidagi не старался bu ham устойчивое сочетание emas. O'z o'rnini qo'yib turibki, bu yerda to'g'ri javobimiz A variant bo'ladi. Keyingisi o'tamiz 25-chisi. Укажите, из какого стихотворения, buni belgilab ketishim kerak. A variant. Demak, hurmatli kuzatuvchi, davom etamiz. 25-chisi. Яд каплет сквозь его кору. 2019-yilgi DTMda qayta tushgan savol. Яд каплет сквозь его кору, ya'ni uning tanasidan zahar tomadi. E'tibor bering, bu anchar. Esingizda aytilgan, uning tanasidan zahar tomib, hattoki yonidan qushlar ham ucha olmaydi. Va shuni aytilgan edi, hazil qilib, anchar daraxti deb eslab qoling. Tushundingiz-a? Daraxtda shunaqa zahar tomayapti ekan. Keyingisi, кто из героев романа? Demak, diqqatli eshitasiz. Кто из героев романа «Преступление и наказание»? Demak, bu yerda bizda savol ketdi. Преступление va naказание bo'yicha. Протестовать против всех и вся. Mana bu kichkinagina xatolik ketgan ekan. Demak, протестовать против всех и вся deydigan sizda savol ketadi. Ya'ni o'sha hammaga qarshi chiqadi. Ya'ni e'tibor bering, protest, ya'ni hammaga qarshi chiqmoq yoki har narsaga qarshi chiqmoq.
Tushundingizmi? Hamma narsaga yoki har narsaga qarshi chiqish deb tarjima qilamiz va savol ketyapti. Ya'ni mana shu jumla kimniki yoki kimning hayotidagi shiori deb aytilyapti. Demak, diqqatni eshitasiz. Hamma narsaga qarshi chiqish yoki har narsa yoki har kimga qarshi fikr bildirish deydigan bo'lsak, esdan chiqarib qo'ymang, bu bizda lebezятников hisoblanadi. Har narsaga va har kimga qarshi chiqadigan. Demak, tushundingiz. Keyingisiga o'tamiz. В каком слове происходит оглушение? Оглушение juda yaxshi bilamiz. Bu bizda jarangsizlanish. Misol aytib ketaman. Omad degan so'z ona tilimizda bor. Demak, qarang. Omad degan so'z bor, lekin talaffuz qiladigan bo'lsam, omad. Ko'ringizmi, mana t jarangsiz. Xuddi shunaqa holat kuzatishimiz kerak. Demak, a-dan boshlaymiz. Podъезд. E'tibor bering. Podъезд degan paytimda oxiridagi s, z aniqrog'i s bo'lyapti, d esa t bo'lyapti. Mana bizda оглушение. To'g'ri javob A variant. Оглушение означение bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, iltimos mana bu kanalda 2-chi video va 3-chi video aynan mana shu mavzu bo'yicha tahlillangan. Оглушение va означение bo'yicha. Ana shu videoni ko'rishni sizga tavsiya qilgan bo'lardim, agar haqiqatan sizda bu mavzu muammoli bo'ladigan bo'lsa. 28. Demak, e'tibor berasiz, укажите приложить с обособленным обстоятельством. Обособленное обстоятельство yerimiz turadi. Agar sizda bo'lmada savol обособление bo'yicha tushsa, savolda, ya'ni variantni tahlil qilishga hojat yo'q. Nima qilamiz? Bizda обособление turi ko'p. Обособление turi bo'lsa обособленное определение, обособленное приложение, обособленное присоединительное, обособленное пояснительное, обособленное дополнение yoki обособленное обстоятельство deyiladi. Xo'p, обособление turi ko'p. Adashmasam 7 ta turi mavjud va sizda har bittasining kaliti bor. Sizning vazifangiz o'sha kalitni topishning o'zi. Kifoya. Обособленное обстоятельство deganda bu yerda kalitimiz депричастие bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni обособленное обстоятельство degan paytda siz shunchaki qaysi variantda депричастие bo'lsa, o'shani toping bo'ldi. Shu bilan olam bo'lishdi. Demak, ketdik. Qaysi variantda депричастие bor ekan? Xo'p, demak, депричастие bizda mana marhamat, C variantda. Которыми он уезжая. Mana o'sha депричастиemiz ya suffix juda yaxshi bilamiz. Ya va shi bizda депричастие yasaydigan suffikslar. Demak, o'z o'rnidan ko'rib turibdiki, bu yerda to'g'ri javobimiz C variant. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi 29. Укажите вариант со словом в переносном значении. Demak, e'tibor beramiz. Переносное значение, ya'ni ko'chma ma'nodagi so'z topishimiz kerak ekan. O'z o'rniga qo'yibdiki, bu A variant sladkий голос, shirin ovoz. Ovoz bu sizga bir shirinlik emaski, u shirin bo'lsa. Tushundingizmi? Bu variantda горячая печь, qaynoq pechka, C variantda твердый камень, qattiq tosh va D variantda чистое белье, toza bелье, ya'ni toza kiyim. Ichki kiyim. Bu bizda to'g'ri. Va oxirgi savol, к какому разряду относится местоимение твой, своя, наш? Demak, qaysi turdagi местоимение kirgizar ekanmiz? Demak, o'zimda ko'rdiki, твой, своя, наш bu bir so'zni aytganda притяжательное местоимение, ya'ni to'g'ri javob A variant hisoblanadi. Demak, test yakunlashga o'tmoqchiman. Agar sizda mabodo qayerdadir tushunmaydigan bo'lsangiz yoki qaysi mavzuda oqsayotgan bo'lsangiz, iltimos bizga kommentariyga yozib qoldiring va biz sizga albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Demak, ana shunday yaxshi kayfiyatda va ana shunday chiroyli tonda siz bilan xayrlashamiz. Demak, yaxshi qoling.